Dunyodagi eng shirin narsa nima? Uyqu. Eng katta narsa nima? Tarvuz. Tarvuz. Uyda eng ko'p kim urush eshitadi? Dadam. Oying sovg'a so'rasa dadang nima deydi? Pul yo'q dedilar. Pul yo'q deydilar. Eng ko'p kim uxlaydi? Dadam. Uyda boshliq kim? Oyim. Eng birinchi nima deydi? Osh-tayyormi? Mikrofon. Osh-tayyormi? Osh tayyormi? Muslimaga. Muslima, oyingni jahli chiqsa nima qiladi? Tapchikasini oladi. Tapchikasini oladi. Oying bilan dadang urushib qolsa kim g'olib chiqadi? Oyim. Katta bo'lsang kim bo'lasan va nega? Oy bo'laman. Va nega? U ishlamaydi. U ishlamaydi chunki. Ля ты крыса!